Washingtondagi Uyg'ur harakati tashkilotining mudiri Roshan Abbas İsrailiya Davlat bexatarligi strategiya tadqiqot markazida Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarni tonishtirganda İsrailiyalik xodimlar Uyg'urlarning qismatlari bilan Yahudilarning qismatlarining o'xshash ekanligini aytishgan. Egilishicha, Roshan Abbas va Uyg'ur tadqiqot markazi mudiri Abdulhakim Idrislar Amerika tashqi ishlar ministerligining o'rinlashtirishi va Amerikaning İsrailiyadagi elchixonasining sohibxonlik qilishi bilan 15 dekabrdan 20 dekabrgacha Tel Aviv, Yerusalim qatorliq shaharlarda bir qator faoliyatlarni olib borgan. Puldar Xitoylar Xitoydagi har xil xatar va kommunist rejimining zo'ravonligidan saqlanish uchun chet elga mablag' selishni tezlatmoqda. Iqtisod kun tartibi to'g'rining bugungi xabarda bildirishicha, Xitoydagi fond direktorlari va kasb manbalarining so'ziga qaraganda, Xitoydagi boy shaxslar yerlik aksiyadagi payini azaytib, Amerika va boshqa davlatlarda mulkka erishishni o'ylashayotgan bo'lib, bu yuzlanishning 2023-yili tezlashadiganligi bildirilgan. Italiyada qanunsuz qurgan atalmış chet el saqchi punkti sababli İtaliya ziminda Xitoy saqchilari bilan İtaliya saqchilarining birlashma chorlab tekshirish kelishimini to'xtatdi. Amerika ovozining xabarda bildirishicha, Italiya Ichki ishlar ministri Matteo Piantedosi 19 dekabrdagi axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zida Italiya hukumatining Italiya saqchilari bilan Xitoy saqchilarining birlashma chorlash harakatini oxirlashtirishni qaror qiladiganligini bildirgan. Amerika tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Ned Price Xitoy virusining oldini olishning dunyoning manfaatiga uyg'un ekanligini bayon qilib, Amerikaning Xitoyga yordam berishga tayyor ekanligini aytdi. Yana bir tarafdan Dunyo sog'liqlik tashkilotining bosh direktori Tedros Adhanom Ghebreyesusning aytishicha, ular yaqin oylarda Xitoyda ko'payayotgan yuqumlardan andish qilmoqda ekan. Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev ijtimoiy aloqa to'rida hambahrlangan senda o'zining tuyuqsiz Xitoyni ziyorat qilganligini va Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan ko'rishganligini e'lon qildi. Rossiya bexatarlik kengashining muavin raisi bo'lgan Medvedev uchrashishda Rossiya bilan Xitoyning strategik sheriklik munosabati, ikki davlatning hamkorligi va Ukraina krizisi to'g'risida suhbatlashdik dedi. İlgari e'lon qilinmagan ziyorat Rossiya bilan Xitoyning Tinch okeandagi dengiz armiyasi hamkorligi 2022-yillik manevrning boshlangan vaqtiga to'g'ri keldi. Rossiya Ukraina urushi boshlangandan buyon tunji qitim chet elda ziyoratda bo'lgan Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy Amerikaning poytaxti Washingtonga keldi. Zelenskiy butun urush jarayonida kiygan Ukraina harbiy formasini kiyib Oqsaroyga kirdi. Yana bir tarafdan Kreml bayonotchisi Dmitriy Peskov Zelenskiyning Amerikani ziyorat qilishidan ijobiy natijani umid qilmaydiganligini aytdi. Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu davlatining Ukrainadagi alayda harbiy harakatining 2023-yilda davom qiladiganligini e'lon qildi.